Hozir bo'layotgan jahon chempionati avvalgilarga umuman o'xshamaydi. Bu tarixdagi eng g'alati turnir. Bunga 5 ta isbot ko'rsataman. Birinchidan, jamoalar soni tarixda ilk bor 48 taga yetdi. O'yinlar soni esa 64 tadan 104 taga ko'paydi. Bu degani endi xatoga o'rin yo'q, lekin kutilmagan jamoalarda ham imkoniyat bor. Ikkinchidan, xuddi telefoningiz kabi zaryadga qo'yiladigan ko'p top. Bu to'plar o'yindan oldin zaryadlanishi shart. Ichidagi chip hakamlarga ofsayd va qoidabuzarlikni aniqlashga yordam beradi. Uchinchidan, stadionlar nomining yo'qolishi. FIFA qoidasiga ko'ra milliard dollarlik stadionlar o'z nomidan vaqtinchalik voz kechdi. Faqat bitta stadion tomidagi ulkan Mercedes belgisini olib tashlay olmadi. Aks holda tom qulab tushishi mumkin edi. To'rtinchidan, hakamlarning kiyimiga maxsus kameralar o'rnatilgan. Endi biz shunchaki yugurayotgan hakamni emas, uning ko'zi bilan qizil kartochka berayotgan holatni jonli ko'ra olamiz. Beshinchidan, turnir 3 ta yirik davlatda o'tayotgani uchun Bosniya jamoasi guruh bosqichidayoq 5000 kilometrdan ko'p uchadi. Misr esa atiga 400 kilometr yuradi xolos. Bu charchoqqa dahshatli ta'sir qiladi. Aytgancha, jahon chempionati o'yinlarini qotishlarsiz jonli efirda ko'rishni istasangiz, hoziroq BV Sport Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'ying.